Sayın Ekiş, hürmetli konaklaşılar, Sayın Ekiş, hürmetli icraat sevişi milletdaşlarımız, selam, Dilinograd. Birinchidan zo'r rahmatni men Xudoy taolaga bilan meni uchrashtirganlar. Ikkinchidan men bek zo'r rahmatni men konsertimizning tub giroyi, millatimizning asl qizi Noila xonim Fatihovaga, shulay sizning bilan meni uchrashtirganlar. Shunday millatga, san'atimizga barliq kuchni solib xizmat etganiga bek zo'r rahmat aytaman. Qanday ishchilar albatta xizmat qilishlar rahmatimni sizga aytaman. Mana shulay zallarda o'tirib, bizga artistlarga yordam etib, darrov kelib pul shavab o'tirganingizga bek zo'r rahmat. Shunda davom etib, endi mana bizda tomoshabinlar orasida ruslarda o'tirishmaydi. Вот. Но на русском не спою. На итальянском спою. Вот солдат из Номерако, влюбленный солдат, машист солдат. Düşen